Men 1 yildan beri shu ko'z nuri klinikasini kuzataman. Kelishdan oldin OTSIFga kirib ko'rsam, 13 tadan 9 tasi negativ ekan. O'ylanib qoldim. Keyin kirdim. Xodimlari super вообще-то, yaxshi, hammasi yaxshi. Qisqasi menga ma'qul bo'ldi. Assalomu alaykum. Men Pirmatov Avaz, qo'shni davlatdan keldim. Ko'zim 9 metrda ko'rgichi edi. Hozir Xudoga shukr 100% ko'ryapti. Tashxislarga qaraganda 100% ko'ryapti. Men chet elda ishlayman, Yevropada. U yoqdan shu operatsiya bor edi. Men keldim, ixlos qilib shu klinikaga 1 yildan beri kuzataman. Keldim, Xudoga shukr yaxshi, ko'zim 100% ko'ryapti. Operatsiyadan oldin qo'rquv bo'ldi. Yaxshi qo'rquv bo'ldi. Keyin nimadir tomizda eshitmani og'riqni sezmadim. Xudoga shukr o'tdi ketdi. Operatsiyadan keyin где-то bir soatlarda ko'zim yoshlandi. Undan keyin yaxshi, bugun kelib ko'zim 100% ko'ryapti, bezashki yuribman shu yerda. O'ylab turgan bemorlarga tavsiyam hamma vaqt oldiga harakat qilish kerak. Bir narsani maqsad qildi, shu bugun ham boshlash kerak, ertaga qoldirish kerak emas. Xulosa o'zlaringizdan. Biz keldik, Xudoga shukr yaxshi. Ko'z nuri klinikasiga tashrif buyuringizlar, shifo topingizlar.